Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz hozir Teams'ga bashaylan bir yerga kirib hozir o'zimizdagi kodimizni keyin GitHubga chiqaramiz. O'xshash portal nimaga? Bir o'ringa, ya'ni portal forkqa yoki bir yerga ham chiqaramiz. Okay. Ya'ni qanday chiqarish usulini ko'rsatib o'tmoqchi. Birinchi Muhammed chiqardi. Bayatdan frontend boshqa kodlarni hammasi uchirli tilda tushunami? Ha. Okay, tamam. Unda esa hozir qaranglar. Ayada branch var. Misal on trapastik branch ko'rsangiz, misal 28 November deydi. Mush portal branchda Muhammed hozir kodlarni yozdi, 3 ödi degan bo'ldi. Shunda bu yerda hozir qilgan ish, ammo masala nima desa, men tunogin oqshom o'zimdan bir patman kodimni GitHubga chiqarib Ama bu kodlar hozir Muhammedninkida yo'q. Mail master branch olsun, mail yangi branch olsun, hech qaysi yo'q yani. Hozir şu Muhammed misal hech qanday nima qilmay turib tayyorliqsiz mumkin ma branch kodni agar push qilsa, ucha 100% konflikt yeydi. Konflikt oldi. Shu sababdan biz buning oldini qanday olamiz degan shuni ko'rsatib o'tmoqchi. Okay. Birinchi ma branch turib comment qilsizlar. İnşallah to'g'ri chiqadi. Chunki bu yerda bir kichik bir xatolikdan birisi bo'ldi. Ne, update emas chunki comment. Amal bu shu gitni besib turib qilinglar. Shu xat va ya'ni. Bak kunga ustida git deb bir tal kunib qo'ygo. Ha, mayan demoqchiman. Ha, chunki men bak muhim bosqichlar bir tal kunga xato besib qolsa, hamma narsa xato ketadi, gitda. Bo'ldi. Qilayman da bo'lsa, bosayman. Aşağıdan commentni. Xatini o'qib turib qilayli demoqchiman. Okay. Sizlar hamda qilgan nima desa, object class qurdik biz, to'g'rimi? Shuna object class degani nima qilgan? Ayaklarni hammani tanlanglar. Base class bu men qilgan narsa emas, bu account page'lar men qilgan narsa. Nima bo'lsa, hammani comment qilib chunki bir o'zgarishlar yuz berdi emasmi edi? UI design XML degan tanlamasam bo'ldi. Miss XML degan tanlamasam bo'ldi. URL deydi. Bu burunqi o'chirib o'tgan narsa saqlanib qoldi. Buni nima qilmayli, mencha. Biz ham o'chirib o'tdik-ku bir qancha page'larni, klasslarni. Shularning ortiqlari bu hamda. Ma home page shularning ortiqi. Tamam. Ma function library sizin ağın men yazgın emas. Tamam. Code style config yo'q qo'ydilar. Chunki bunda gap asli uchun shu narsalar şu dal mening opayotgan degan problem mushada shu hozir. Bizning hozir chiqarmoqchi bo'lganimiz account page deb tamamen comment qilinglar. Account page, okay, comment. İnşallah başqa bir şey chiqmas. Tamam. Birinchi qadamda biz ma branchni comment qildik. Sabab chunki bizning maqsadimiz master branchga atlash. Master branch chiqayli desak, checkout qilayli desak, ma branchni comment qilmay turib chiqsak, yo'qolib ketishi mumkin kodimiz. Shu sababdan comment qilyaptik. Endi ikkinchi qadamda nima qilamiz? Sol tarafdagi kodlarni hech qaysi hozircha muhim emas, shunami? Okay, tamam. Undan sonra branchdan master branchga checkout qilaman. Şunu koyalım canım. Ben basılar üstüne bassanlar, checkout deb xat chiqdi. Tamam. Ama sol taraftaki narsani yo'qlasanlar. Okay. Endi hozir ko'ringlardek master branchda tuzuk bir narsa yo'q hozir. Biz endi qilgan ishimiz masterni pull qilamiz. Gitni basanlar yani ustidan. Pull qilsanlar bo'ldi, yoki update project qilsanlar bo'ldi. Qaysi bo'lsa bo'laverdi. Update project olsun. Okay. Başkasına To'xtanglar. Birinchisini tanlanglar. Change into the current branch. Ha, shunaqa. To'xtanglar, aldirmayman. This following file should be created by the path. All right then.
All right. All right. Apply. Okay. Okay. Güzel kıldı. Apply changes مش بس ما عم Güzel kıldı. Okay. Master qarab yoqlamda page objectga. Ma sol tarafdagi ekranda ne u emas. Sol tarafdagi ekranda page object deganni ichiga kirib yoqinglar deyman. Front end. Front end ga yo'q. Okay, tamam hala kiribdi. Okay, tamam. Bo'ldi. Demak, hozir update bo'ldi degan gap. Endi inshaalloh masterni besanglar o'ng tarafdagi. Unda masterni bosdim. Ana keyin check out qilinglar. Yana bir tab branchga. To'xtang. Function library. Shuning uchun mening deganim shunga, shu sababdan degandim mana. Bu shunaqa ba'zilqi bor narsalarga amal va o'zgarish kirgizmanglar, chunki biz hammamiz bir tal fork chiqaramiz. Shundaqa keyni vaqtda shu kichikgina bir tal xat yoki bir tal harf yoki bir tal bo'shliqning sababidan bir kompleks chiqadi. Hammamizning sistemasidan xato chiqadi. Shu bu narsalarga faqat o'zimizning vazifasini qilib, boshqa klasslar amal va o'zgartirish qilishsa, cho'qim hamma odamga deb qo'yib deb o'zgartirish kirgizaylik. Tan qilaylik o'shni. Ma videoda shunday deb qo'y, yana bolalar hargiz klasslarga xohlagancha tegmanglar yani. Bunu çatak çıkdı. Okay, men smart checkout qildim. İnşallah mana bu çatak chiqmas hamda. Endi qilgan ishimiz nima desa, bayatdan biz birinchi qadamda mush package mushu branchni commit qilib atgandik. Undan keyin master branchga atladik. U yerda masterni GitHub bilan o'xshash holatga keldik. Agar bu endi hozir buni master branchni update qilgandan keyin GitHubdan tushirib olgandan keyin anandan keyin hozir ham yana qaytadan o'zimizning branchiga chiqdik. Endi ma branch bilan masterni ikkisini merge qilamiz. Demak, tunaginozni Muhammadning yozgan nimasida tunagini yozgan ma branchga bizning GitHubdagi kodning hammasi kirdi. Kirib bo'lgandan keyin anandan keyin push qilsa konflikt demaydi. Okay. Tamam. Undan sonra endi miyada terminal açalım. Miyaga qaraylik. Git merge master deysizlar. Emma bu enemasa. Men bizga çünkü pek emma. Okay, tamam. Enter. Muvaffaqiyatli bo'lgandek qildi. Sizlar bu front end Bomba mı? Bütün gün yezip öçürüp etken kodlar yani öçmegenektir, yani qaytib kelgenektir. 93% de kodlar çıkmadı. Bu biraz bu adam bu hazır bulmay to'xtab qoldim o'sha anda. Sizlar bo'lmasa gitniki Ya davamlı bu adam diyor hazır bu. Hazır bu bo'lgan bo'lsa kerak. Oy. Yo Tamam, buni tamam undan sonra sizlar birlab tekshirib qo'yinglar. Xohlasanlar gitning ustiga gitni besanglar. Mana. Aha. Bu yerda bir narsa o'zgarib midirayotgandek bir narsalar ko'rinyapti menga. Voy, tushundim. Ha, nima qilinglar, gitni quruq yerdan birini chekinglar. Okay. Nima bir xatolik bor ekan, es qilinglar bo'ldi. Ma ekranda hozir bir tal front end degan xatning ikkisi bor hozir bu yerda. Ha. Pastda page objectning ichida. Men shu sababdan bolalar degandim. Nimani package hatta rasm tortib berib qo'ydim. Mana o'xshash quringlar bolalar package-da. Mana qaranglar, hatta xatni xato bo'lib qolsa, demak ikkisi ikki tal package bo'lib qoldi. Birisi D depti, birisi T depti. To'g'ri.
D'ninkini ichib bakinglar, sol tarafdagi narsani bir ko'rib bakinglar. İchida nima bor. Okay. Ma front degini men qurg'in ekan degan. Ma front degini siz yak boshqa savolashadigan bo'lsa kerak. Men bu bo'lmasa T'lar yozgan bo'lsa. Mani men qurdim, men qurdim degan siz bilan. Ha shu. Mani boshqa savolashimiz qurib qo'ygan bo'lsa kerak. Boshqa. Ha, okay, tamam. Ishqisi yo'q. Unda bo'lsa qanday qilishimiz kerak? Bu masalani qanday hal qilish kerak hozir? Okay. Mana o'chirayotgan tuqda bayon olamjan biz paydo bo'lib qopti nimasi? To'xtan, u nima emas. Hozir biz masalamni hozir qanday hal qilamiz? Shuni o'ylashaylik. Front end hozir misol ustidagi front end narsani hammani pastga yo'tkazsak, to'xtam yo'tkazmanglarnikna. Yo'q. Bizning branchda o'zgarish oldi. Ha, shunaqa qilaylik. Okay, shunaqa saqlaylik. Add to cart bilan tun tortib search resultgacha bo'lganning hammani tanlanglar. Ha. No, cancel. Unda tanlamaymiz. Shift bosib tanlaymiz-ku. Ha. Okay, jim turinglar. Nima? Nimdingiz? Bizning kompyuterga tushgan frontendmi, frontend deb astakkajimi? Ha, okay, tamam. Okay. Ama şu mouse package to'g'ri hisobda. Aha. T o'g'in to'g'ri shunami? Yo'q, ustidagi to'g'ri. Ya shu bizdikisi shunaqa shu haqiqatan, lekin hamda degan xat Ben bo'lish bilan lekin to'g'ri. D bo'lib qolsa olmaydi-da shu. Uni siz o'zgartirib bitib, qaytadan nima qilsangiz, undan hammamizni o'xshammi? Ha, shunaqa qilaylik hozir, inshallah shunaqa qilaylik. Okay, shunaqa qilaylik. Hozir qaranglar Muhammad, siz diqqat qilib turib, to'rtta hujjatni pastki front endga serib ekranga. Manig'imi? Ha, shunday ekranga bo'ldi. Ha, bo'ldi. Qo'ysanlar refactor qilinglar. Okay, endi ustidagi front endni o'chirtinglar. Delete. Okay, good. Bunda bo'ldi. Endi hozir ham ishlab bo'ldi. İnşallah. Endi yana bir qatim commit qilishimiz kerak masalada hozir, chunki yana qaytadan o'zgarish bo'ldi emasmi? Biraz mana u yerga chaqirmoqlar bo'ldim. Commit deb yozsanglar, git deb yozsanglar ustidagi. Commit. Aldırmayam yana. To'xtanglar. Pastga hamda account page'ga u yerni chekmaysizlar. Pastdagi xat yozgan yerga o'chirib deb bu yerga hamda front end deb xatosini to'g'risiga o'tkazdik degan xatni yozib qo'yinglar. D ni front end to'g'ri. Birinchisi T. Okay. Perfect oldu mu? Okay, commit. Okay. Perfect. Endi hozir biz buni commit qilyaptik. Commit qilib bo'lgandan keyin nima qilib base classni biz base classni qanday qilsak ular? Ağırlık qoldi bu base class. Base class'ni qo'ytinglar bo'ldi. Base class'ni bu chekib, anika front end yani keyniga, xatning keyniga. Shloq plus deb yozib, plus base class deb yozib qo'ymizlar, bir narsa deb yozib qo'ydik. Farq qo'ysin yani. Okay, buni commit qo'ytinglar. Ağırlık qolmasin. Her qatim so'rab. Okay, tamam. One error deydi. Okay, our review code analyze degan bo'lsa. Ustidagi birinchi so'rayman. Base class sol tarafdagi narsa bossanglar. Sol tarafida. Sol. Mana. Ha. Xato error read from config. Cannot applied. Okay, our base class nechanglar nimedagi project necha? Qaysini tanladimjon? Base class our nima project nechanglar ustidagi project necha? Base class kiringlar.
useful classning ichida. Rana yer qizillik bor. Base classda bir o'zgarish bo'lib turibdi. Nerede xatolik? Aynen. Ne üstüde? Qizirib qopti ya. Maya. Read from o timeout'ni biz işletmemiz ya. Bu read from config diyen hocatqı bu. To'xtanglar. Başqalar qarab yaqinlarcha nimalarga read from config'da biz niyat zati headless mode ne timeout ishlatmaymiz. Timeoutni o'chirib qo'yamiz. Bu rosa headless'imizga bu. Buskan bu. Ha? Yana boshqa o'zgarish olib ketmagan doya bolalar bir qarab yaqinlar chumush. Eng pastki tushinglar. 73 qurdi tuyaptimi? Hatta sizlar yerga tırnaqni echitdinglar, mana bu 73-qurdagi tırnaqni echitsanlar, animi ustiga kirmay echitdinglar. Jami 74 qur, 75 qur. 75 qurdi tugaptimi sizlarning kodinglarni? Shunga bir qarab yaqinlar. 73 qurda tugapti, ana 76-qurda bir tirnoq bor ekan. Okey, tamam. Lekin time'imiz 76-qurdagi tirnoq emas. Endi hozir ma pastki narsani sal nima qilinglar, so'lga o'tganlar. Abrizal chekda emas Muhammad. Pastki narsani sizlar unda qilmanglar. Qalayim qanas basmanglar. Pastki bir tayoq bor-ku, so'lga o'ngga yo'tilgan. Ashni yotganlar so'lga. Manima? Nima pastda, past. Ha, shu. Chekda emas bayanasının kuzun. Ne unda biz bunlar yotmaymiz. Control Alt L. Control Alt L. Bunda alqay boşluqni qo'yib turib bir narsa yotkizsanglar bo'lmaydimi? Okey. Okey, inshaalloh boshqa bir yerda o'zgarish yo'qdir. Ustiga ko'taringlar. Bu public void setup'ning ustida qancha ashna narsalar to'g'rimikan bolalar qarab yaqinlasizlarmi? public void setup ning ustida 19, 20, 21 degan qo'yilgan. Ashlar o'xshashmikan? public void setup'ning ustida 19, 20, 21 WebDriver bor ekan, function library bor ekan, andan keyin headless mode'ning keyinda timeout yo'q ekan, tirnoqning ichida headless mode lam deb bor ekan. Rana Muhammad mashu ashya o'zgarib qopti shu. Timeout yana yozib qopti. Shu sababdan xatolashgan gap. Okey, tamam, topdik xatolikni. Tamam. Men projectni yutib sol tarafdagi narsani. Yutib qaytadan commit qilinglar. Mana. Endi mavu base class degandan keyiniga plus deb yozib qo'ying. Biz plusni plus. Xush. Okey, biz mushni nima qilishimiz kerak? Chunki endi base class emas, ya'ni commit qilinglar hamda. Endi xato chiqmadi. Okey. Xo'sh, endi biz commit qilib bo'ldik. Okey, endi sizlar gruppaga yozib qo'yishinglar kerak. WhatsAppni yechib. Ben hazır nima qilmay debchi. Men hozir push qilmay, boshqalar hech qanday nima qilmanglar debchi. Good. Ama depo olduk. Məşğulatimizdən bir qədəm basmış tüydü. Əmdi nimə cep. Okey. Əmdi push qılana. Push. Get push. Bastım Ademcan. Ha. Okey. Bismillah deb pushni besana. To'xtanglar. Warning ha, tamam, warning olsun mayli. Hech qisi yo'q. Push animation. Homepage-ga hammasi yuqori bilan nima bo'lgan, nima narsa? Qaysi? Pastda account page
Emas sol tarafta. Va ya Ma'lum. commit ha tamam commit. Comment. Burnu commentlerim Okay, kene. okay. Tamam. Hı. Tamam. Okay. Push anyway. Push anyway. Good. Endi GitHub diyeceğim. Organization. Doğru. Repository. Böyle. Team 2. Üstlük. Compare'ın basısı. Able to merge deydi. Okay, tamam. Biraylangi qilsanglar, man qilmanglar, chunki men nim qilsam mening ekranım itilib qolgan. Qaysi aldışınız vardır bizninki? Ma indi. Man qısanlıq oldu. Ahmetcan qilinglar. Ahmetcan. Şu Ahmet. Ha. Aha. Tamam. Normalda miyagamda yezib qo'yamiz qo'ydik. Could you please approve my name of comment and approve deb tekshirib anan ekan. Yani normalda request kelgandan keyin darhol buni yana approve qilmaymiz yani normal ahvolda. Bir nima qilib anikin 5'ida uni bir ko'rib tekshirib xatolik bo'lmasa anikin qilamiz normalda. Lekin hozir ham ma'ni ham deymiz. Aytganimiz bayon azamimiz tanqotimiz undan anikin. Okay. Create qilsanglar endi. Create pull request. Ahmetcan ketdi bu. Ahmetcan Xudo shukr. Konflikt yaratdik. Xudo shukr. Ahmetcan ekran ortaklaşsa mı yoki men davomlashyapsiz? Ahmetcan nimani qilasizlar bo'ldi? Approve qilasizlar. Sizning ketib chiqdi baribir. Sal pastroq tushirib tursanglar, approve qilgan amallanma yoki qizil xatlar o'zgaradi. Terallam. Birden to'xtab turinglar, o'chilmoq. Mana rekord vaqtingiz to'xtab turay. Okay, men yana hozir men qilyaptim, approve qildim. Okay. Endi normalda biz approve qilgandan keyin bu chiqdi. Kim approve qilgan bo'lsa, amal bash shu merge pull request qilsa yaxshi. Çünkü şu mashhur qilgan bo'lgan keyin mashhur to'liq tugitib. Anikin confirm merge qilamiz. Andan keyin bu yerda bir narsa diqqat qilinglar bola. Delete branch deb. Bu branch mavu nimediki mavu GitHub'daki remote branchni, yani ismdeki bayatın Muhammed'ninkide branch bunda bir branch kompüterda chiqib turgan o'sha IntelliJ ID'da. Şu branchni ama remote'daki yani origin branchni yani o'chiramiz. Okay. Endi men mani stop share qilay. Stop share qilsam, Muhammed sizlar qilsanglar. Hazır amca. Salimjon Ahmed approve this changes. Bo'ldi ya. Endi qaranglar, nimaga GitHub'ning ustiga chiqinglar, hamma ustiga. O team ishga degan bo'lsalar, ustiga. Yani bu portal pull request deb turdi bu yerda. Ha, tamam. Okay, bu SRC ekranlar. Pastki ichidagi. To'xtanglar. Object class. Backend degan yuqori chiqdi, chunki backend ishim bor. Okay, tamam. Account page bo'ldi. Anikin to'xtanglar. Good. Endi nimani aytchanglar? Useful name. Mandan base class kiringlar. Bayatnaqa o'zgarishlar qanday bo'ldi?
Ha, bo'ldi ma. Ha, men buzilib ketmabdi. Okey. To'g'ri chiqibdi. Okey. Endi qanaqa qilsizlar desanglar, endi IntelliJ ID'ni aytinglar. Endi qiladigan ishimiz nima desa, biz hozir ma branch narsani chiqarib bo'ldik, saqsizlarmat. Endi ammo bizningki ishimiz tugmadi. Master branch dahi kona, yanlam. Şu an master branchni check out qilib hozir. Endi master branchni update qilamiz. Git üstüdekini. Ama albatta şu üstüdeki xatni nima qilinglar, xatni o'qib turib qilinglar. Okey. Hammalarga tavsiya qilmayman, chunki shu GitHubning ishida shu kunibga qarab xato besib salsanglar, mashg'ul xato chiqib qolsa, hamda chunki javobgarligi yuqori bo'lgandan keyin shunga xatni ko'rib turib qilsanglar texnik yaxshi deb shuni tavsiya qilaman. Okay. Update project. Okay. Okay. Bo'ldi. Endi hozir bizning endi master branchimiz yangilandi. Okay, ilk commitning nimasini yo'qotinglar ekranda. Project netchap. Shundan bir double check. Sizlarga object classini yoqtiringlar. Sizlarga front end account, ashlaytinglar. Okay, mabba. Front end useful class pastki. Base class. Okay, bo'ldi. Bir qatim double check qildik. Endi nima qilamiz? Masterni besib A branchni o'chirtinglar. Ko'k tug'ani. Ha. Shunimi? Ha, besib. Besinglar. Ayadan delete deb pastda bor. Bu pastki Bir saniye aldım canım. To'xtanglar. Stop. Boshqa qilmay turib, stop share degan narsaning nimasiga yendiki hide besinglar. Stop share'ning mouse'ning biza boshqa ketmaysizlar. Ina mouse'ning bayatdan qiyaning nimasi turdi-ku. Man demekçi mi? Aşağıya. Çünkü bayatın aşağı itib aldı çünkü yani şuna. Ha, tamam. Şu an nasıl gözünü yok tutuldu dedim. Ha, mana. Geçir ettim anlayacağım işte. Okey. Hem de ağzını uzla vaxtida. Master'ı besib yana bir tal branch quringlar. New branch. Mening sizga tavsiyalarim amalda backliqim branchlarning ismini topolmay ketisizlar, juda japadat. Xilma-xil ismlarni qo'yib qo'ysizlar, u yerda takrorlanib qolishi mumkin yana. Mumkin bir qatim. Şuna bunda işin aldığınız için çislalar tekrarlanmaydı normalde. Şuna aş çislanı bugünkü çislanı alsanlar mıydı yaxşı? Misal bugünkü çislan misal 11 29. Ne onda emas. Onda misalımı pek yapar. 11 29. 11'den kim bir tal boşluk koysanlar. 29'unu 11 boşluk, 29 boşluk. Anla boşluk koysanlar özü sızıksız burada. 23. Boşluk. Hani Muhammed de biz koysanlar. Yani yani bu tarz branchlar birbirine o'xshab qolmaslar masala hal emas, shu. Yani qachondan boshlab qilyapsizlar mana shuni. Shundan qarab bilalasizlar-ku normalda. Nimaga tushunish qildim mana. Create. Xo'sh, endi sizlar ishni tugadi. Okay, endi yani ben kod yazmak istiyorsam şu branch turib yazmam qo'y endi. Kod yazmak istiyorsam shuni qilsam. Aniki ma base classni editinglar. Base class uchun yozmanglar bir narsa. Account page'ni o'chirtinglar. Chunki account page'ga ham bir narsa yozmaysizlar. Yangidan bir narsa yozmoqchi bo'lsanglar, endi boshqa yerga qurib turib yozasizlar. Okay, endi qaysinglar qilsizlar? Amca hesapta mening birinchi nima tugdim ama shuning bilan. Hozircha men nima yotaxi kodimiz klasslarimiz tugdi mi? Biz klass yani quruymiz dahi. Page object pattern va sizlarning qildigan dahi add customer qilgan ish bor. Unda oldirmay qilamiz, lekin hozir ma rekordning mazmuni nima desa, GitHubga bir narsa yo'llash. Shu sababdan hozir uni biz hozir qilmaymiz. Birdamkan qilamiz uni. Okay. Sizlar stop share qilsanglar, boshqa kim qildi hamda bu ishni? Allah. Bizning kodimizda yani sal nima batda xatolik batda shu. Ishlaydi. Ha, okey. Nusrat siz qilamisiz narsa?
Mayli. Okay. Naqlayman Hı o'zi. hı. Nashr qilayman. Hemen. Lekin qarang Elanur, kodinglar tugmagan bo'lsa ishqisi yo'q. Push qilaversanlar bo'laveradi albatta. Hech qanday bir cho'ng masala emas u. Ha, Lekin siz bir qarab beqing anamdiki. Ha, Keyin qilamiz. okay. Ekrani ko'rindimi? Ko'rindi. Okay. Unda esa qarang Nusrat, sizning hozir demak branchingizdagi narsalar yoki master branch narsalar hammasi kona degan gap. Faqat o'zingizning kodi bor. Okay. Shunga siz beshidan ma branchni commit qo'ying. Birinchi qadam. Hammanglar shunaqa qilsizlar bolalar savodasham shu video ko'rganlarning hammanglar kodni chiqarishdan burun boshda o'zinglarnikini commit qilishinglar kerak. Birinchi bo'lgan ishinglar, o'zinglarning branchinglarni commit qilsizlar. Siz home page'ni tuzdingizmi, shunami? Ha. Okay. Nusrat kichikkan cho'ng ayta olamsizmi bu ekrandagi? Shu cho'ngaymak ekan. Shundami? Tamam. Nusratning o'sha problemi shu. Okay. Yaga home page Java degan uchrasam Java'ni bo'ladi. o'chirting, Java'ni o'chirtib, home page generated deb yozib qo'ying. Boshliq generated. G ya'ni. Generated. Or A o i'ni o'chirting. A. Aha, bo'ldi. E'ni to'g'ri. E or A ya'ni. A yozsiz. Rated. T E D. Okay, bo'ldi. Tamam. Commit qiling. Bu yerda bolalar savodashlar ekan, hammalarning ko'ngan bir xuyoni bor. Check out failed deydi bu. Warning chiqdi, lekin comment check out failed. Aha. Bu yerda bolalar hammalarning bir ko'ngan bir xuyonlar bor. Hozir qadar ya'ni check out and push degan konni besib ko'ndinglar hozir qadar. Ya'ni burun sizlar fork chiqarganlar uchun shuni shunaqa qilsanglar xato chiqmaydi. Ammo hozir unda ish yo'q. Cho'qim comment yani besinglar kerak. Chunki push qilsanglar xatolisizlar. Joy konflikt deysizlar hozir. Okay. Tamam. Hech qanday warning, hammasi warning mikan? Hammasi warning. Okay, tamam. Tamam bo'ldi. Comment anyway qildim. Mana bu. No, comment anyway. Push emas. Men hozir dedim. Hozir ko'krangni. Ashana qilsangiz bo'ladi. Yani bir vas push qilmaymizmi? Hozir deganimda. Chunki push qilgan bosqich bir necha qadamdan keyin keldi. Okay, endi Nusratni qilib bo'ldingiz. Endi siz check out qiling nimaga? Masterga. Ha, besang. Okay. Men endi bismillah deb nima qilaman? Terminal basmoq bo'ldi. Ustini. No, merge qilmaysiz hozir. Başta gitni besang, ustidagi gitni, xatni. Bu yerdan update project qiling. Başta qarang. Siz o'zingizga comment qilib oldingiz, ya'ni yo'qolib ketmasligini olishiniz uchun saqlab oldingiz, bir uchurlar saqlab qo'ydingiz. Endi masterni poyaningizga eng oxirgi qatim Muhammad chiqargan narsani g'icha bo'lgan butun yangilikning hammini o'zingizning masterni yangilamoqchi. Hozir shuni ham hozir men okeyni basasangiz ham yangilandi masteringiz. Yangilang. Okay. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi hatto tugmabdi. Okay. Bir tekshiruvdan double check. Project yani bassangiz. Siz misal siz object class'ni ham aytgan. Ha, tamam bo'ldi. Bo'ldi. Eng oxirgi yangilik mushatda ham aytdi. Bo'ldi. Yangilabdi. Endi masterni basang. O'zingizning branchingizga chiqing. Endi hozir gap nima? Master branch GitHub'dagilar o'xshash. Ammo men sizning hozir men yozgan nimangiz da GitHub'dami yo'q narsa bor. Ya'ni homepage degan klass bor. GitHub'da yo'q u narsa. Ammo bu branchda ham GitHub'dagi narsalarning jiqlari yo'q yani. Bir-birlarining hech qaysi bir narsa yo'q yani. Tushunami? Har jihatdan farqli qolganda shunga nima ish qilamiz desangiz, endi o'sha har jihatdagi farqni azaltamiz. Hech bo'lmasa mush branchga butun GitHub'dagi narsaning hammani mush branchga akiramiz hozir. Bayatın masterga kirib bo'ldik. Endi ash master bilan ma branchni merge qilsak, shundan
Ma sizin ma branchınız GitHub'tın mı cık nersi var oldu. GitHub nersinden hemen özü çıkaldı. Fakat GitHub'da sizin homepage degan narsanız yok yani, class yok. Tushundingizmi? Tushundirdim. Okay. Unda olgan ekan, demak hozir qilgan ishimiz merge. Ustida gitni bessang yanlam. Xohlasanglar nimani bossak ham bo'ldi, buyruq bilan qilsak ham bo'ldi. Bayatın Muhammad shunaqa qildi, lekin bu yerda siz merge qiling. Ashuni. Merge'mi? Oldirmang lekin yerdan bu Nusrat degan yerning o'ng tarafidagi xatning o'ng tarafidagi pastga sanqilgan narsani o'ng taraf. Ashuni bessang masterni tanlang. Hem işler joyidan master degan xat bo'ldi va master va. Okay. Merge qiling. Master oldu. Okay. Çünkü sizin ekranınızdaki xatlarni sizdan boshqa hech kim o'qiyolmay ekan. Nima deydi u? Merge branch master into branch Nusrat. Modifying deydi. Modified. To'xtanglar bolalar. Sizlar qaranglarchi nimaga boshqanglar. Homepage. Ay men homepage'ni chiqarmadan bu GitHub'ga. To'xtanglar, men qaray bo'ldi. Alimjon. Alimjon. Ha? Ma to'g'rimiki? Ma hozir yours modified. Chunki ma Nusrat hozir kodisini o'zgartirdi branchda. And master also modified because Muhammad upload nima qildi emasmi? Ya u shundoq, lekin biznikin bayatın lekin Muhammadniki homepage, homepage'dan classdan chiqibdi-da bu yerga. Ay open URL'dan atbamiz chiqibdi. Okay, tamam. Ular komment şekilde çıktı Alimjon, nima şekilde emas. Okay, lekin biz uni to'liq yo'q qilishimiz kerak. Okay, tamam. Siz bu yerda hozir shunaqada hozir ma'zira to'xtanglar, merge branch master into mundaq. Hozir biz lekin homepage degan klassni biz nima qilsak bo'lmaydi lekin o'zgartirib bo'lmaydi bu. Yani bu yerda accept yours'ni tanladik, accept theirs'ni tanladik. Accept yours'ni qilsak, yours'nikiga modify qiltamdi. Yours'nikini theirs'nikiga o'zgartamdi. Accept yours qilsakmi shu Nusratnikini ekilib beshidikini ustiga cover qilib o'taymi? Undan uchun bunday qilaylik, qarang, Nusrat to'xtab turing. Siz meni hozir cancel qilib o'ting, close. Maramkini aytib turaman 5 da. Siz to'xtang, o'zingizning front-end kiring. Front-end necha? Front-end necha? Front-end. Ashani homepage necha? Mas sizdan shumi emasmi? Bu mening ana. O'yliq Muhammadning yozg'ini o'qishaydi. Bu yerdan saxtiya bu. Okay, tamam, chataq yo'q. Qarang, bunda qiling. Homepage'ga, qizirib qolgan homepage'ni, bo'ldi, bu ham varaqman bo'ldi. Homepage'ni qarang. Homepage'ga 10 kun kelajak, ha? 10 kunikini? 10 kun cheksiz. Local history'ni bessang. Pastda. Local history, ya. Local history, show history qiling. To'xtang, oldirmang bu yerda mashg'ulotda. Pastgisini chiqinglar, ikkinchisini ustida tanlashtirdik-ku, birinchi tanlash, ikkinchi tanlash, shuni bessang. External change ekan. Uchinchisini tanlab yoqing. Uchinchisini. Update from Alimjon, meni hozir men buni ayrim ma'lum meni yozgan pejimga bu, lekin men buni to'g'ri GitHub'ga chiqarmagan tursam. Ya GitHub'ga siz chiqarmadingiz, ammo Muhammadning o'xshash sistem bilan bir tal klassni qurib, ichiga bir patman master yozib ekan. Alimjon, uni nima qilyaptiq, uni yevatdiq, faqat komment shaklida kelib dedingiz. Yevatdiq, ammo GitHub'da bor ekan. GitHub chiqibdi bayatdan.
O şüvetken bilen berip GitHub'da bada yana buzuldu şu okşaş klaslar. Tamam okey. Tamam va boldu o meseleni nim qilaylik qandaq qilsak hal qilamiz mana hozir mushuni qilaylik. Ya bo'lmasa mundaq qilaylik qarang, mundaq qilaylik to'xtang. Siz maramkini aytib Çünkü hozir buni hammasi o'xshash chiqib qoldi hozir. Üstügroq ko'taring. Üstügroq ko'tarib siz o'zingizning kodingizni bilasiz-ku baribir, shunami? Misol siz 23-qurni o'chirdim, misol xatoga u. Hozir niyadagi import bir narsa qildim. Shu deyman. O'chirdim. Nima? Ma Nusrat ma homepage degan nimani o'zgartib baqchimi? Pagening klassining ismini o'zgartib sinab baqsak. Ya. Hozir hamda baribir nim bo'ldi hozir mishatib turib o'zgartaylik buni. Hozir 40 yil xatoliklar deb chiqdi. To'xtab turing. Nimishqa homepage xatlarni siz aniq ko'ra olasiz qarang. Nimishqa homepage degan xat nimishqa qizirib oldi klass. ichidagi o'ng tarafdagi narsa, o'ng tarafdagi kodning ichidagi. Mendaysiz? Nima kodning ichidagi qismi. O'sha. Mudum shuncha tuzilib hozir. Missing package statement conversion to object effective description. Set package name to confirmation. Üstüge turma. O'xshash Üstüge turma, üstüge. Tamam. Okay. Okay, qarang. Sizning hozir ma package'ingiz hozir ma homepage'ning ichidagi package nima? Timo, Dimo. Ama sol taraftaki package'ning ismini qarang, tanlanıp bir tane package turdu-ku. Tursun'daki T şunami? Tursun. Okay, tamam. Bundan sonra üstüdeki ma kodingizning ichiga kirang. İkinci qurg'i bering. İkinci qurdagi D'ni o'zgartirib o'ting. Nima? Frontki D'ni o'zgartirib. Okay, ana üstüdeki birinchi qurni o'chirib. Ana ikkinchi qurdagi narsani birinchi qurg'a chiqaring. Aşağıda bir tal boş o'rin to'simi nima bo'lmaydi. İkinci qurning beshiqlan bir tal knopkasini tutsangiz bo'ldi. Mesela ma'lum pastga tushadigan knopkalarni. Bir qurni o'chirdim, sizlik qurni. Xat o'chirish ba, tamam. Okay, ma'lum aslik package, ma package ni o'chirdim, ma'lum 8-7 qurlarni o'chirdim. Okay. Ma'lum suranglik narsani o'chirdim. Quruq bosh o'rinlarni hammasini o'chirdim. Hammasi importlar bir-biriga kelsin. Yo'q, birinchi qurdan ikkinchi qurga tushgan, ya'ni unda turish kerak shu. Importlarni bir-biriga chaplasib bo'ldi. Bo'ldi. Okay. Hamda pastga tushing, pastga menga. To'xtang, oldirmay. Kodingizningki o'zingiz bilasiz-ku, kodingizningki nimasini tushunami? Obdan tekshiraylik men. Mayda xatolik yo'q. Mayda yo'q. Aslida ABQ nimaning kodlari. Sizningki hozir shu demak 272 qurda kodingiz tugdimi? Shunda 276. Yerga tugdi. Siz shu 276 ning keyinini bo'lak olib turib o'chiring. 276 dan boshlab o'chiring. 276 ningki keyindan boshlab tirnoq qilib qolsin. Tirnoq. Aşağıdan boshlab. Başlamış bir bakayım. Pastni jusangiz bo'ldi menimcha. Agar malning hammasini menoma. Sizning emas. Bular menga tava ekana. Biz ham da pastga oldirmay mengib beqing. Qurpaqlar nagichiroq shuysiz, ya'ni aslida sizning kodingiz bo'lib qolmasin demoqchiman. Yo'q, mallar mening emas. Ashmalatman. Okay, tamam da üstü götürəm. Üstü götürüb aşağı pastga hamma juyut ondas. Şeyden başla.
Endi oşaldı. To'xtab turing. Control Alt L qilgan, chunki siznikida. Control Alt L qilgan. Ctrl L demsiz. Control Alt L. Ctrl Alt L. Kodlarımız bize öğretilendi. Tamam. Bu 234. kurdaki nimeniz 234 üstügürak çıksanız. Nimiş köklendi çıkıp aldı ya bu? Yıllıqı nimede Uygurca bir isim izliqliq geldi. Yıllıqı. Kul eşyaları da bunu kim onda koyup koyduk ki oxumadım yıllıqı nimede. O kul eşyaları da şu. Bir hata menünün da. Aşının keş aşağı çıkıp kaldı. Tamam, okey. Tamam. Bundan sonra mani emdi comment kılan birinci kademde. Qaytadan komment qilaman Hozir bundan comment sonra. qilasiz, chunki o'zgartirish qilyapsizmi shu an? Comment. Generatorning keyiniga plusda buni yozib qo'ying. Boshliqda buni qo'yibman. Müşlerimiz Sizdekilerimiz doğru belgesi sallaqlıq duruyoberamdi. Tursun hamda. Yalnızca mavilik open URL page degan menikiden bir yerga soqinib kirib algan mani nima qilsa bo'ladimi? Qoldirib bersa. U masalani men keyin o'zaman qilay. Tamam. Okay, comment qiling. Men hozir comment qiling. U hozir hujjatlar tutib tursin u yerda. Konflikt deydi o alındı. Konflikt. Tamam, ben okey qiling. To'xtama. File have understand conflict deydi. Show details esa. Açıp besem. Basın display. Beslemedimi? Aşağı üstü bassanız işim çıkmadı. İşin çıkmadı. Okay. Check field files. Bu neymiş bundan oluyor? Üstüge biz hazır konfliktni o'ngshab bo'lgan tusoq bu yerga. Mana bassam ma ustidagi uyarlansa qo'yadi. Resolve tab nima qilib turgan? Merge conflict deydi. Resolve degan kuni besib turgan. Merge conflict degan shuda. Besib turgan. Tamam, accept yours degan bo'ldi. Accept yours. I'm the comment qilib qo'yaman. Comment anyway. Mana keyingi yana bir ana qo'shildi. Qilavering bo'ldi. Comment anyway. Back biz o'ngshamiz. To'xtama. Comment checks file. Warning tamam. Warning comment anyway. Comment anyway. Perfect. Bu kız değil ki ne? Toxtan ama lekin pastki homepage deydi yana. Nima bu? Comment bo'lmadimi bu? Ma homepage comment. Bunu comment qo'ydim. Ani tanlang. Bayadın qaragan bayadın tanlamga o'xshaydi. Plus'ın keyingi bitta plus qo'ydim. O'zgarib ketsin. Okay. Ham men comment qo'ydim. Tamam, nima deydi? One error deydi. Error. Nima error kina? Ne ona o'ng tarafdagi bassiz review. Tamam. Nani bassangiz? Nega? Sayman shuni. Tamam, xatni bir o'qisak bo'ldi. Sal mousingiz boshqa yerga ketib turgan. Boshqa bir tal qurnosini tanlab qilib turgan, ko'kram bak o'qiyapmiz hozir. Jim tutib turganda package name. Mo front devilen team maske mi does not found. Üstüki turgan ma package ma home page'ninki ichidagi, ya'ni ma pastga tushirib. Okay, tamam. Üstüki turgan bo'ldi. Mana ustiga. Yana dini tig'izga tutan. Okay. Endi yana qaytadan comment qilaman. Ani tanlab
Okay. Ha. Yan plus qo'shamda. Portal plus qayta o'ting. Ha. Commit. Endi bo'ldi. Ha, warning ha. Tamam. Ha. Ha. Commit anyway. Okay, bo'ldi. Xo'sh, endi qarang, siz bir double check qildi hozir sizningki projectingiz uchun. Biz hozircha qarang, nima ish qilamiz desangiz endi. Home page bar, login page bar, my account page bar, open page. Open URL degani o'chirdim, 10 kun chekib. Delete qilasan Delete dedi. qilaman. Ham yana bir qatim nima qilgan bo'ldik. Okay, ish yo'q. Okay. Anondan keyin search result page turdi, base class turdi. Base classni bir HP-ga double check bir ko'rutli. Sizlar malqutdan bo'ldi. Bo'ldi. Ma bo'ldi. Okay. Object classni aching. Bolalar aniki mara so'radi bir minutga tushdi ekan, men qayta avatman. Account page. Bo'ldi. Men hozir men videoni to'xtatib turib, o'chirib qayta avatay, hozir kiringlar. Davomlashtiramiz. Okay. Biz eng oxirgi qatim bir qatim double check qildik. Uchirdik-ku bir narsalarni Nusrat. Hozir qizillik yo'q. Qizillik yo'q. Andan keyin open page deganlik bir klasslar va ularni uchratdik. Login page ma u? Uni men qurib qo'ydim. To'g'ri, ashani to'g'ri. Siz login page ayting. Qarang, siz ustidagi 17-qurni sizlar o'zingiz o'zgartirib bo'ldi. Ma'lumot kaltam. 17-qurni o'chirdim. Rahmat. O'chirasangiz bo'ldi. O'chirib ayaga account page, ne, enter bosib keyin qurgan. Account page deb yozing. Bir talsi. Ikki talmi ya. Account page. Page deb yozing. Maya Dixon tanlaymi? Shu kan, to'g'ri. Ashni. Tanlang. Frontend. To'g'ri shu. Boshliq. Account page. Enter. Semicolon. Andan siz yana 24-qurni tushirdim. 24-qurni bular aşağı yana yazımız ekan yani. Aşağı o'zgartimiz. Account page, tamam. Kichik account page mi? Kichik ham. Tamam. New account page. Enter. Semicolon. Pastga tushamda. 39-qurni. 39-qurning nima amini o'chamaysiz. 39-qurning faqat nimani o'chirting, commentni o'chirting oldidagi. Ikkita slashni. Endi customer page degan xatni o'chiring. Nima? Account page deb yozing. Account page, check it yozing qaytadan bir qatim. Get email address degan tanlang. Kendiki email degan gapni o'chirting, get email degan. Check it nima? Tanaqa nima? Bitta tanaqni o'chiring. Bo'ldi. Qiziliq bormi? Ana bir tirnoq. Bir tanaqa qoldi. Okay, bo'ldi. Endi 41-qurni shunaqa qilsiz. 41-qurdagi boshda commentni o'chirting, 5dagi. Anik ashu customer page, ashu get password. Uni account page o'zgartamdan. Uni mana shunaqa qilsam. Enter. Get qilib check it. Get password. Password degan lam tanlang. Pastga. Bo'ldi. Keyinkisini o'chirtamiz. Bo'ldi. Good. Rahmat. Bo'ldimi? Demak o'zgardi hamda. Okay, tamam. Bu yana tanishib bo'ldik. Endi qarang, siz yana bir qatim comment qiling hamda. Very good. Endi siz cho'qirangmi plus++ning keyniga la. Boshliq qilib, buningga siz hatta login page deganmi?
login page edit deb qo'yamsiz. Edit login page demsiz. Bir narsa deb yozib qo'ying. Login. Edit deb qo'ysangiz bo'ladi. Ne, edit emas, edit. İyi bilenci. Ha bo'ldi. Okay. Comment qilaman mana. Tamam. Warning. Ha, okay. Ha. Comment anyway. Okay, xo'sh. Endi ishingiz chastay. Endi siz guruhga siz hozir deb qo'ying. Aslida uchun bir şeydan yad demaymiz, amma masterni update qilishdan burun deymiz jumla to'g'ri. Hech qanday mashg'ulot qilmanglar degan gapni uchun. Chunki hech kim mashg'ulot qilmay turganda, anandan biz masterni update qilib olamiz. Anandan keyin push qilib qo'ycha hech kim hech qanday mashg'ulot qilmay turish kerak edi. Guruhga bir narsa yozib qo'ying. Hozir push qilmay deb ham uyg'urcha yozib qo'ysangiz bo'ladi. WhatsApp kucu. Evet koydum. Ha, okey. Tamam. Da oldu ya, hem de tamam. Hem de siz push kılan. Push kılan hem de. Push. Push. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hem de GitHub'ınızı açacağım. Manglam evet ha. Macintosh kirgan. Ne? Pastda turdi. Compare qiling. Men aslimda mezon amal qildik. Olimjon Abud pastiksi. Okay. Create pull request. İnşallah konflikt emasmiz. Very good. Oldu. Justay. Yo, lekin ma videoda lekin xila ta'tilga ishlar oldi ya. Okay, well. At your review. You change approve qildim. Okay. Ama kodlarımız deymiz, işlemaslik meselelerini biz keyinroq nima qilamiz, hozir qilmaymiz yani. Çünkü hozir Özüm merge qılamdım ya siz qilib qolasiz. Normalde kim approve qilmasa shu merge qilsa shu yaxshi. Darhol qilayotgan yaxshi-da. Shu. Okay. Tugadi. Tamam. Endi siz qanaqa qilasiz? Sizning bir savol, intervyuning savoli ma. Endi men o'zimdan masterga berib, Ha, to'g'ri. masterdan default qilaman. Ondan update project. Ha, bak yaxshi. Ash amal bormi shu video ko'rganlar, Alloh amallar ashna qilinglar. Men o'ng tarafdagi knopkalarni ishlatishni emas, xatni ishlatishni nima qilinglar. Shuni tavsiya qilaman chunki knopkani almashtirib qo'ysanglar, xato mashg'ul qilsanglar, GitHub bak muhim. Shunga. Okay. Tamam. Update qilsangiz bo'ldi. Update qildim. Okay. Ya, pastda bo'tadi. Okay. Endi hozir qadar o'zingiznikida front end deganda yo'q-da. Front enddan chiqadi. Okay, homepage. Hozir o'zida bizning GitHub'imiz mavjud bo'ldi hozir. Biroq bayatdan open page degan kodlar yo'q bo'ldi. Homepage bor bo'ldi. Object class'imiz bor, shu account page'da. Okay. Hamma ishlar yaxshi bo'ldi. Okay, endi siz endi nima qilsangiz bo'ldi? Endi kim qildi? Yana bir sanlar qilinglar. Mayli hech qanday nima yo'q, kodinglar tugmagan bo'lsa hech qisi yo'q. Davomli qilsanglar bo'ldi o'ni kodni. Alimjon endi men masterdan yangi branch qurib, boshqa kod yozsam bo'ladi. Boshda to'xtangsiz. Burun branchingizni o'chirting, to'g'ri. Men deyishni unutqapman. Ma'lumot. Localdagi cho'qim burun branchni o'chirtinglar. Delete. Yangidan branchni hozirlik quring. Bugün 29. 29 boşluk qo'yib maqsangiz, o'z sizni sizga yurar ekan.
Oldu. Bo'ldi. Hamda Elanur, qaysana qizlar? Adila. Biz topşır kılaya. Adilaninkida kod chiqraqdi Adila ko'rsasin. Sizning tugaganmi? Tugagan keyin Adila yana nim qilgancha Mesut eklagancha yana qo'shqandi tepsiga. Okay. Mayli qanday qilsanglar. Okay. Chiqib push Hemen qilsang. gösterip bakarım. Qarang, kod degan azroq qizilliqlar bor chunki object klasslarga ehtiyojimiz borki, shunga Okay, ashya bo'ldi. qizdirib. Ha, ma'qul. Siz share qilasiz. Alcan. O. Ma balaninkini qilishdan burun men qopmay qilg'ash tepasan men vazifamda qilsam bo'pti-ku, kechgacha. To'xtalib. Ma'qul, hozir Muhammad bilan hozir bir taxminan 10 minut tugaydi. Tugsa biz Muhammad uchalan qilib Okay. vazifani ashtanim qilamiz, qanasa. Ma'qul, boshda qil. Ma'qul Alirjon. Animo sizlar share qilinglar. Kim u? Adilami? Adila share qiling. Adila. Gördüm ekranı. Ko'rindi. Pastki height degan besasizlarga stop sharening yandiki. Okay. Tamam. Eng ustiga ko'taring, biroq mumkin. Hozir men klassning sunimi? Ha, checkout page ha, to'g'ri. Checkout page. Aha. Okay. Sizning eng ustida bir yerlarda xatolik bor ekan. Eng ustiga beshida chiqsangiz. Dalmishadi. Ha, login page. Neydi? Ustidagi front deganni nima qildi? To'xtang ha. Xohlasangiz qarang, bunday qiling. SRC'ni aytsangiz, SRC'ni bilsangiz. Adila. Bastım. SRC sol tarafdagi project'dagi. Mana. Ne, u yana emas. U yana emas. Ostidagi yana. SRC. Back ostga tushib ketdingiz. Aşağının sal ostidagilar. Menimi Projectdan chiqma. Aşağıda. Baş sol tarafdagi mundarijadagi qizilgina. Aşağıni bilsan. SRC deganda faqat mishani ko'rsiz normal juma bo'ldi. Boshqa yana nima qilmaymiz. İzlemaymiz. Okay, page object'ga chiqaram. Ma'nosini sal o'ngroq sursangiz. Up front end deganga 10 kun chekib. 10 kun kash xatning o'ziga. 10 kun chekib refactor qilsangiz. Refactor. Rename plan. Dini tirajga tutan frontga. Okay, refactor qo'ydim. Okay, yana o'zgardi. Birinchi qadam. Endi sizningisi login page. Mana connect etishlar login page'larni. Login page to'xtang. Login page'ni unda qilishim bo'ldi hozir. To'xtang login page. Siz hozir mashg'ulotni qarang, bunda qilsangiz o'laksiz. Ha, to'g'ri, comment qilgandirsiz, qizillik qo'ymaydirsiz. Okay, tamam. Butun qisirib sal pastga tushing, yana bir qizillik bor pastda. Sal pastga. Ha, mana, ya'ni 22 ko'r, o'tib ketdingiz, qizil bor. Shu login page'niki. Ha, shu aşağınim comment qilsam shu. Chunki biz nima qilish uchun, ya'ni qizillik yo'q qilmasak bo'lmaydi. Biz aşağıdan comment qilaman. Pastga tushing. Xilli pastga tushsiz hozir.
O peskini biz qısaqmı yana bo'lmadi. Belki başka bir to'xtama qadam bu o'yinchi qilaylik. Boshda men birinchi qadamda siz hozir ashalarni komment qilib nima qilib turmiz? Qizillikni yo'q qilib turib. Ha, bu 167-Qur'on. Ashani qo'ying. Meni qilsam qaramiyadi, men seleklangan ishlatganman. Undaq bo'lsa men meni uchratib turayman mana shirkini. O country degan nimadan kelgan narsa u? Buni e'lon qilgan to'qiliqi countryda shu countrylarnikini uni bir object classga avilib, ashyadan tanlamoqchi. Buni bir listga avilib turib. Job'dan mishada countrylarni tanlaydiganlar, undan keyin bularni bir listga avilib, listda. undan ashyadan tanlamoqchi ekan. List qolsizlar. Amsa ayniqsa men mishadan uchratib turay. Shunaqmi? Okay. Bo'lmaydi ekan yana. Ayaga berib aytgan emasmi? Checkout page'da. Okay. Checkout page'da sizga ko'rinmagan to'qol list. Bir drop down list qo'shnami? Siz ko'ringanmi? Listda bossangiz ichida countrylar ko'rinmamdi? Ko'rindi. Yo'q. O yiliqi meningcha, o yiliqi men register qilgan pejda bo'lib qolamdikin deb ashtamda o'xshashmikin deb. Mayli qarang, u yer nada bo'lishidan qat'iy nazar, ma'nosi bu bir object class tushilgan narsa emasdan uchun. U bir faqat drop down bo'lgan drop down hammamiz ham nada tushirsa shu yerdan drop down tutimiz baribir. Listga aylantirib, list ko'rindi Alimjon, country deganni listini bassaq, pastga tushib, butun countrylar ko'rinadi. Okay. Tamam, das qarang, mudalam qilaylik. Hozirning o'zingizlar narsa. Siz baribir uni biz object class shaklida qilmaymiz u narsani. O listni-ku. U degan listni siz kimning oldiga kelsa listni shu tutish kerak, amal yo'q. Uni amal yo'q hamda. Shunga siz hozir ashpatni aytsan. Ashani. Masha mishadil qilib qolsin ostiga ustiga men uzatmayman kodni. Ash faqat torbatni olmasangiz bo'ldi. Chrome deysan amal va Chrome. Google Chrome deysan. Ben mana deyaptim. Ben Google Chrome deyaptim. Çünkü ben Microsoft Edge'de to'la. Nima? Meni kopya qilib olay. Ha, adresini, okay. Çünkü ben Microsoft Edge'nin narsa bir inspect qilganda yomon bir problem ekan bu. Bu yer bir o'xshamaydigan chiqadi ekan. Okey, men videoni hozir men rekord to'xtatib turay. Biz inspect qilganda boshqa jarayonni ko'ralik. Ma videoga tabi emas yani u narsa. Xo'sh, bayoningizni kodning xatoligini o'zgartib ishlagan keldi endi. Hozir Adila siz nima qiling? Gitni bersang ustiga. Comment qiling. Bu yerga bir narsa yozib qo'ying. Siz hozir nima ish qildingiz? Ya'ni checkout page'ni nima qilib bo'ldingiz? Checkout page bir tur nima qilib bo'ldingiz? Okay, V1 deb qo'ygan o'shaga, keyinga bo'shliqda buni qo'yib deb V1. Okay, comment qilib o'ting. Chunki biz birdamlik yana shu checkout page'ni yana bir qatam nima qilamiz? O'zgartimiz chunki bu login page'ning sababidan. Okay, bo'ldi. Endi siz nimaga chiqing? Masterga chiqing. Bersam. Ya u narsa bosmaysiz. Oldidagi narsa bosmaysiz. Okay, ash masterni ashan birini bersam. Okay. Siz qarang, hozir masterga chiqdingiz, ham masterni update qiling. Bismillah. Okay.
Okay. Endi siz to'xtang tugmabdi. A project ne chiqan? Sol tarafdagi. Shunasi bir double check qilib bir qatam. ID degan taqib o'tang ustidagi. Mayli, bo'lib pastga tushdi bar. Tak tugmabdi tak. Ha, tugdi. Okay, siz 5 ta object class chiqan ustidagi. Ustida. Ha, bo'ldi, miya bo'pti. Aniki front end degan xatlar o'zgardi. Okay. Tamam. Endi siz hozir masterdan ham daha o'zingizning branchga chiqing. Adilaga. Check out. Okay. Okay, endi siz miyada siz bayoningizni hech kim qilmagan usulda qiling. Bu yerga qaytib nima qiladi bu? Okay. Siz commit qiling endi. Başta gitni bersang ustidagi. To'xtang. Biz qaytib Mayli login page'ni o'zgartamdiq, o'zgartmamdiq. Ha, to'g'ri, login page'ni no, hozir emas tag'i. Başta ne qarang hozir. Sizning hozir masteringiz o'zgarib bo'ldi. Ammo taq ma'noga taq kirmadi master. Shunga nima ish qilamiz hozir oldimizdagi ish? Bayoningiz bir qatim check out qilib, yana qildik demak, olib biz commit qilib bo'lgan abaytdan. Demak, hozir merge qilamiz. Lekin siz ma'qul shaklda qilmang. Hozir terminalni chiqamdi. Bayoningizni hammaylar ustidagi kunib orqali qildi-ku. Mana boshqacha shaklda qilaylik. Okay, miyaga qarang. Git deb yozing. Kichik harf bilan yozasiz mana. Git boshliq merge or boshliq master bo'ldi. Enter basing. Aslida mashg'ul bo'latdi. Merge bo'latdi. Sizningki hozir sizning ehtiyojingiz bor narsa login page ya. Okay. Login page. Ana sizlarningki customer'ninki nimalarga ehtiyojinglar yo'qmi? Check out qilish jarayonida. Sizlar login qilsanglar-ku? Customer'ninki ismiga, adreslarga ehtiyojimiz bor. Demak, u yerni o'zgartirish kerak degan gap. Okay. Uni siz yozdingizmi yoki siz yozdingizmi Adila? U yerlarni. Uni Eleanor Beychiq narsalarni yozdi ish qilib. Men faqat bir qalam Mas'ud yozib qo'ydim. Sizning checkout page'da u yo'qmi u mazmunlar? Kimnikida Eleanornikida, menikidami? Adila. Parametrsda ishlatamiz string last name first name deganlar. Shunday portal page'ni ishkanlar yozyapmizlar. Ha. Biz bunu qanday merge qilamiz keyin? Men shu ishni qilmadim, Adilaniki chiqasa, Adilanikini men nima qilib olay debchi. Ha. Men tushunmadim deb. Ha, tamam, okay. Lekin siz nima email adreslarni kirgizib login qilgan u yerlarni sizning kodingizdami u bosqichlar? Hozircha hard kod qilib turgan bo'lsangizmi? Elanor. Hozir hamma kod Adilada. Okay, Adilada. Login qilgan bosqichlarmi Adilada, shunami? Ya'ni email adresini kirgizsangmi checkout qilganda? Checkout qilgan Adilada. Okay. Uni faqat avval Mas'udning ichiga nimasiga berib qo'yibdi, parametrga berib qo'yibdi. Okay, tamam. Unda siz hozir merge qilib bo'ldingiz. Okay. Unda bu checkout page'ning ustilariga chiqing. Bayatdan login degan yerlarga. Pastga taqlatsangiz bo'ldi. Ma kodingizning ichiga. Ustiga chiqing deyman. Mana checkout page zaten sizda. Mushun ichidagi kodning ustiga chiqing. Login degan yerga bossangiz bo'ldi. O'rnada u yer. Dedik login yo'q. Login nimasigimi? Tamchin. Bayatdan login deb narsa nima qilgan? Aha. Login page. Hiç bakayım yani. To'xtang. Qilaman.
Hamda bo'ldi. Okay, login page'ini tundim, hamda. Tamam. Siz ham shu login page'ini nerede ishlatasiz hamda? Ben de işletmedik. Ha. Okay. Davamlıq menga pastga qoldirmay. Siz iliqim. Sizlar checkoutdan keyin boshlagan vaqtinglarda eng boshidagi boshlanish actionlaringlar nerede? Başki action şöyle checkout degan butonni bosadigan. Ha, checkout degan butonni bossizlar, bosgandan keyin ham. Okay. Pastga tushing. Ona checkout link. Siz checkout linkini siz o'zingiz qildingizmi? Uni Nusratnikidan ishlatasiz. To'xtang. Checkout. Ne. To'g'ri, o'zingiz qilasiz. Checkoutni Nusrat qilmaydi. To'g'ri. Kart degan bor Nusratnikidan. Elenor onu o vaqtida bizning o login qilgan yerlarimiz yana yozishimiz kerak, shundaqmi? Sal pastga tushirib baqinglar, qanday boshlaganligimizni unutibman. Login qilgan nimalarni masni sizlar yozmaysizlar? Faqat chaqasan. Ha, to'xtab turing. Hamsha. Uni o vaqtida tasdiqlam chaqasoq bo'lgandi. Chaqasanlar mishat bir yer chaqasanlar to'xtab turing. Checkout with new billing address. Bular nima? Mishadik mushuning boshlanishi nereden başlangan? This address bilan different address bilan ikkisini ikki xil mas'ud qilib yozdik. Qarama, bizning birinchi mas'udimiz move to cart checkout deb mishadan boshlandi. Checkout deb ko'rsatsangiz bo'ladida, nimani? Men kodingizni hech qanday asl-usulini bildirtmayman. Faqat shu torbekatni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Ha. Nerede? Karta. Kart kiring. Ne solga mangmang kartni bessang bo'lsa logo qilib chiqib qolsa unda qilsangiz. Kartni men besib, men checkout qilsam, me kirdi hozir. Ash kodinglarning boshlanish mishami demakchi? Mishi checkoutdan boshlangan. Okay. Lekin sizlar hozirgi sizlar login qildinglar shunami? Agar login qilmagan bo'lsanglar-chi, siz logo qilib chiqdinglar beshda. Logo, akkauntni bossiz. Logout qiling. Portal xolgan bir tal elementni add kart qiling. Qolgan bir narsani. Nima bo'lsa mayli. Miyadan boshlab checkout qildinglar. Okay, tamam. Demak, ham miyadan login qilishinglar kerak. Okay. Miya kap qolinglar, shunami? MD, demak, siz hozir MD kodingizni ayting. Kodingizni ayting. No, siz login qilmaysiz miyadan. Sizning shu checkout yani boshqa yeringiz ne? Mishu tepsi. Qarang, birinchi move to cart checkout degan shu. Okay. Checkout link click. Okay. Demak, unasa mayli qanday o'lishiga qatnazar, demak sizlar login qilishinglar kerak degan mashada, shunami? Shu mishada bir login qildigan bir actionimiz eksik. Demak, unasa mishaga hamsa shu 147-qurning keyinigilar. Enter besang. 147-qur. Mana shu ishiga kiritamda buni. 147ning keyiniga mousingizni enter. Okay. Mishaga qarang, siz qanaqa qilsangiz login page deb yozing. Kichik yozsiz. Kichik. Login page, check login qilsiz. Login deb yozing. Shu. Olib tugdi. Mana qaranglar, ko'rdinglarmi? Page object patternning alayligimiz shu. Yani sizlar miyani qaytadan automate qilib payqab boshqalar yozib qo'ygan kodni qaytadan yozishinglarning hojati yo'q. Miyada demak boshqalar yozib qo'ygan kodini chaqirib bilan ishlatsizlar. Chunki bu login qilish sizlarning majburiyatinglar emas. Buni oldi bilan boshqalar yozib berish kerak. Yozib bo'ldik. Uni men yozdim rost. Ana sizlar buni chaqirib bilan ishlasanglar bo'ldi degan. Shunaqa. Okay. Tamam. Demak login qilib bo'ldinglar. Undan keyin nima qadam bosqichlardan keyin kayni yana tushdi degan shunami? Login qilib bo'lgandan keyingi bosqichlar shunami? Okay, bo'ldi dasa. Tugatdamsa. Lekin miyatga countryni ishlatmayapti-ku, Elenor. Aşağı qanaqa chiqarib aytaylikmi u yana? Ha.
List Amcan. tanladık emasmi bayadım? Bayatın country kırgızlığa yegimi eğer de aldan qıtım sözlügen vaqtdan bir savatışımız uçandığını aldı list qılıp bir faker bilen random tanlap qıldan qıtken mananda country'ni hard code qıldık. Aşı birincisininki listten aşı birinci zero indexed elementni locate qılanmağa şu anda qıldıqmı yani demişqa hard code qilishni tanlama. Baya şu malanın kodu sel aşınara xo'p qilishqa şu hard code bo'lib ketdi. Ha, Asasan bo'lib ketdi, lekin amiyat uni qig'il bo'ldi asli. Total hozir miyada misol ma countryga ne mayadik ma 151 qurdiki ma string countryni o'chirdim. Chunki ma xil shaklda bo'lsa hard code bo'lib qoldi. Okay. Pastga tushunasiz? Ya'ni pastga Netherland deb tanladik-ku. Ha, tushdingizmi? Ha, mishani biz hard code qildik. Hard code'ni o'zgartirib o'taylik. Xohlasangiz siz bu yerda get text qilingiz, okay. Sal ustiga 169 qurning keyiniga enter bosing. Ha, okay. Buna qilin qarang. Bizning oldida bir tal listimiz bor. Sizlar hamda men sizlarning kod yozishinglarga men nim qilmay, hurmat qilish bilan faqat boshqacha o'zgartmayman kodinglarni. Asli boshqacha mu yozg'ilib o'tyapsizmi yani? Başqacha o'zgarsak-mi bo'laverdi ajma? To'xtab turinglar, bu sizlarnikida mana ustidagi 173-qurdagi for loopning ichida mana pastdagi butun building address deganlarni sentka qilganlarning hammasi qo'shilibdimi? For loop. Yo'q, bu for loopning ichida faqat shu country lamba. Ya shu lekin hozir qaranglar, kodinglar qaranglar. Shuni kirgizib hozir. Siz bir Ctrl Alt L ni bosing, Ctrl Alt L ni bosing bir qatam. Ctrl Alt L. Ha, bo'ldi qarang. Ko'rdingizmi? Az forning o'rniga qarang. 173-qurdagi. For degan solda, ma pastdagi kodning hammasi o'ngda. Demak, hammasi for loopning ichida degan gap. Unda bo'lmaydi lekin. Biz sizcha qarang bunda qiling. Har holda nima bo'lishiga nazar 178-qurning keyiniga enter bosing. Enter bosing. Bu yerga bir tal tirnoq yepiting. Ctrl L Alt L qiling. Okay. Keyinda bir tal xatolik bor bilamiz, uni hal qilishaylik. Okay. Siz 170-qurga chiqib tabdan nachini biz okay, enter bossangiz mayli. Mening maqsadim hozir okay. Yani biz bayatın bir listini tutup olgan-ku, Ahmetcan degandek select'ten option degan xatdan tortib bor, butun davlatlarninki tizimdagi bo'lgan bir nimatdi. Biz to'g'ri, shu birinchi zero index deganlar avatsek qog'olarni random tutsa bo'ladi. To'g'ri. Dal ashlarni nim qo'yib bilan. Okay. Biz bunda bir shaklda qilsak bo'ldi. For each loopdan birini qurib başta bir tal listni men qurib olaylik. List yapacağız. List of string. Tırnak etsiz. String qiling. Yani boşlukta beni qo'yib keyiniga tırnaqni sirtib. Yani countries yapacağız. Countries IES. Countries. Tabi biz boşluk tang. New array list qildim. Enter. Okay. Kendi bir tal semikolon qildim. Biz hozir bir tal array listini qatdiq va bir tal list bo'ldi bu. Bu bir countries ism bilan, ya'ni davlatlarning ismlarini xat shaklida saqlab olgan bir list bo'ldi mana bu. Faqat web element emas. Endi biz mega enter qiling. Endi for ishlab buni qilamiz. For tirnoqni ichiga
Bayatın qılqı bir listimiz var diyelim. Countries drop down list mi? Hı hı. Yani şu list bakma. List countries list drop down kan. Aşını. List. Yo'q, biz country drop down qilgan. İkincisini tanlang. Bizga list lazım, web element lazım emas. Okay. Lekin u list deganni Nur yozayotganda uni faqat bir olan biz web element bayatın qilgan. o'zgartdik. Qarang, maqsadni o'chirdim, misol. N'ni o'chirdim faqatlam. Keyingi aş mouse'ni ishlang basmaysiz, N'ni besing qayta. N besing. Joyingizga. Ne bayatdan qilak nim qand. Maqsad o'chirdim beshda. Ma tirnoqnizdagi xatni meni. Siz bir qan qoyil qilday. Country'ni besing, C'ni besing. Qarang. Country qarang basmay turgan şimdi. Country list drop down deganning ikkinchisi kimda? Qarang. Qarsangiz o'ng tarafga qarang nima deb ekan. İkinci kodeksining o'ng tarafiga qarang. List of web element deb qarang. Sizning deganingiz web element o. Biz u web elementdan bir narsa izlab topamaymiz-ki. Bizga lozim list of web element shu. Shu hisobdan mush tanligimiz to'g'ri. Mana bir ta bo'shliq, ana qo'yish chekit qiling. Bununla bir tal country deb yozing. Country element demsiz. Country bo'ldi. Country element qilgan mishaga bu bir list of qolganligi bo'lganmisin. Country to'xtang. Ma country'sini beraymi? Bunda olmay kera web element country qo'sh chekit country list bilamti. Ashna oldi web element. Ma country'sga ma'lumotni beraman bo'lsa. Ya'ni to'xtang boshda men qurni o'chirdim, ishchilik narsani meni. Ishchilik xatni. Web element deb yozing. Good. Demini men unutmoqchiman. H for each loop. Country element deb yozing. Element en olib qoldi ya. Okay. Andikan nim qilamdi. Mishnay zapti xo'rishlabni. Country yagazan country deb yozing. Ikkinchisini tanlang. Birinchisini bo'ldi. Bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Okay, endi bu tirnoqni sirtga chiqib cho'ng tirnoq yechib yepib enter basasangiz o'zi yepildi. Okay. Bu yerga endi qarang, web elementning birisi har bir tal web elementni bir qatimdan tutib mangdi. Endi siz ama biz bayat Ahmadjon degandek birinchi elementnikini tutmaymiz. Birinchi elementniki zaten davlatning ismi yo'q buning ichida. Undan keyin sirtiga bu 171-qurning kayniga mouse'ingiz. Enter. Int I tang 0 deb qo'ying. Semicolon. Okay. Endi qarang bu yerga for each loopning ichiga kirang. Bir tal narsani. Mouse'ingiz. If deb yozing. If I tang 0 bo'lsa ne tang deb bir tal tang qilmaysiz, ikki tal tang qilasiz. Okay. Keyin tirnoq yechib tirnoqni sirtiga olgina. Enter. Ashna qilib qarang, faqat tirnoq yechib bilan enter basasangiz keyin o'zi yepildi avtomatik. Tang bo'lsa continue dang. Continue. Üçüncüsü. Semicolon. Endi bu tirnoqning sirtidagi tirnoqning sirtiga chiqib else qiling. Ifning tirnoqning sirtiga. Else. Tirnoq oching. Tirnoq ochib bilan enter bassangiz bo'ldi. Siz pastga tushdingizmi hozir? Enter basam. Ne? Qisala. Enter bassangiz pastga tushib o'tirdi. Okay, endi to'g'rilandi. Else tirnog'i. Endi qarang. Miyagam else bo'lganda qana oldi. Ya'ni demakchi o'g'lim Ahmadjonning bayat degandek
birinchi elementni tutmaslik kerak. Ya'ni hech qanday bir xat yo'q bu yani tutmaslik kerak. Ikkinchi elementni boshlab tutish kerak. İkinci elementni boshlab tutganda qanaqa qildi? Elementning, ya'ni bayotaqi element country element yani country element check it get text mı? Enter. Mushu aldığa kelan hamda 176 country deganning aldığa kelan ma'nosini. Dal sening aldığa nima kelan? Biroqlam. Siyq chaplab demoqchiman. Aşağı bir narsa yozasiz hozir chunki. Countries countries evet al list Megma. aşağıya ikincisini tanlang check it add okey tırnaqingizning yepilgan tırnaqingizni o'chirting al en keyiniga semikolonning oldiqdan faqatlaman bir tal tırnaq yeping aşağıya okey bo'ldi endi qarang 178 qurning keyiniga enter bosing enter I++ qo'ydim semikolon aytdim mana tushuninglar bo'ldi nima desa biz nimada Qaybayat Ahmadjon degandek listning ichidagi quruq davlatning ismi yo'q qurni biz atlab o'tib ketishimiz kerak ikkinchi qurdan boshlab andan keyin biznikiga nima qitildi ikkinchi qurdan boshlab andan keyin Afg'onistondan boshlandi ya'ni ismlar davlatlarning ismlari shunga ikkinchi qurdan boshlab nima qilganini ishlatish uchun shunga listning birinchi elementining indeksi 0 bo'lganligi uchun shunga biz aytang 0 deb beshida for loopning sirtida turib aytang 0 deb qiymat berilib for loopning ichiga kirganda agar aytang 0 bo'lsa dedik 0 bo'lsa for loopning ikkinchi qiymatiga aylan ya'ni continue qil bir qatimni atlab o'tib ket degan gap bu o'tib ketgandan keyin qana oldu Anadaki ismlari list qaçlandı shunaqmi? To'xtanglar, lekin atlab o'tib ketishdan burun I++ ni ishlatamda, ishlatmamda. Siz cho'qrang bunday qiling. I++ ni I++ tamam hozircha bunda tutsin. Makod hozir men sal nim qilamay qoldim. Nima desa? Hozir biz I++ni ash continue da bir xil taqlab chiqtamdi yoki eng oxirdagi kodni bir o'qitamdi. If ning sirtiga chiqib bo'lib, I++ni o'qamdi, o'qimamdi shuni bilamay qoldim hozir. Agar o'qimay qolib qolgan bo'lsa, oyning qiymati 0 deb turaverdi. Bu menga davomlashib qoldi makod. Agar biz vaqt kelgan sinayli qarang. Shu qurni insonlarda bo'lsin. Keyin bilalaymiz-ku baribir xatolikning nimaligini. Agar shunday bo'lib qolgan bo'lsa, biz if ningki continue ning oldiga bir qatim I++ qo'ysak bo'ladi degan gap chiqadi. Bir usul hamdi. Yo'qmi ishlam qilingan bo'lsa, shu balki men bir xatolik va Afg'oniston nomay qilishim mumkin. Bo'ldi, mush pet tutsin bo'ldi. Mush nomlarni ishlaydi lekin kod. Okey. Demek mana shaklda demak nimani qildik. Endi qarang lekin sizningki bu davlatlarni hamda tanlaydigan bir ish bormi? Miyada siz 181-qurning keyiniga enter qiling. Miyaga siz bir string deb string country deb bir narsa qo'ydim taqa. Okay, tang. Siz da faker class ishlatmadingiz zaten hozir qadar mana bormi? Yo'q. Siz ang ustiga chiqing, biroq seri bilan. Bu nimaning ichiga constructorning ichiga tiqmadingizmi fakerni? Okay, tamam. Tamam, dasa qarang sizchu, tamam bo'ldi. 17-qurning keyiniga enter bosib. Faker, cho'ng faker. Tamam.
Faker. No, C bilen yaz. C bilen yazmayız, K bilen yazsız. Faker. Bomba diye akıt. K'dinkin I kıldı. Boz tallıgan bolsanız oldu cuma işine. Aldırma yazın. Toxtan. Akıt üçün ha. Bundan şekilde boz bolmaydı. Çokum klaslar talınış gerek aşağıdan. K yazın. Aldırmay kılan. F ne yazın beşida. E ne yazın. K ne yazın. Mana. Ha, talın aşağıdan. Ha, bunu tallanmış olmaydı. Boşluk faker. Yani semikolon koyuyordu. Hem de toxtan işimiz tügmedi de. Object chaqirayman. Ha, 20 Ya da. tane bunun kayniga. Ha. Faker tam. Faker. Okay. Hem pas küçüğün. Bayatdan qılqıya kodun qısagan yerге. Dağınıq düşsəniz. Kiləydiniz. Gəldiniz. Okay. Siz miyəgə qarağım deyim. Country name degəngə. Boz xalsınız əmin birlik qədəmini qılmaylı. 184-cü qonun kayniga bir qıdım enter besən. Ha, tamam. Int index'ten index'te katizam. Index'e I bilen başlandı. Index. Bol. Tam. Index. Faker. Check it. Total. Next int tapam ke random da passa. Yani random da pesa. Or anoniken check it. Next int diyen pesa. Resep total. Ayedeki int'ninki minimum ile maximum şu list'ninki size oldu değil mi? Siz nimaga minimumga ama 1 deb yozishingiz kerak, chunki biz 0-chi indeksni olmadik bayatdan. Shunga bu sonimiz 0 degan son olib qolsa bo'lmaydi. Andan keyin nimaga max deganga nimani e'lon? Sizningki bayatdanki listninki. To'xtang, restoran biz oldin nimani olib bo'ldik, to'g'ri? İsimlerini to'g'ri. Aşağıdan kısak bulduk ya ras. 0 yazan 1'nin ornuğa 1'ni öçürütün. Aldıdaki. 0 dep yazan. Peşinin kayniga hem de bayatdan qı nimi dep yazgan to'qalqaya bir listning ismini bitti country üstüge götürün bize. Countries. Sen üstüge götürün countries ma isimleri var ya. Aşağı almızam. Ha, ayaga countries dep yazan. Countries. Check it. Size'ıma. Size. Şunaqasınız buldu. Okay. Tamam, bu şekilde buldu. Hem demek burada index'ten bir faker qildik hozir. Endi qildigan ishimiz nima desangiz? String country deb oldik. Endi bundan countries check it get get index deb yazan. Arkaya semikolon koydum. Okay, endi biz demek country'ni oldik qarang. Endi shuni siz 191-qurning ichida ekan. Nega unaqa bo'lsa country deb Yo'q, to'xtang. Ha, bu double quotation'ni o'chiring. Double quotation'ni o'chiring. to'g'ri. Biz bir tal variable yozamiz. Xat yozib qo'ymaymiz. Ha, country deb yozsangiz bo'ladi. Okay, bo'ldi. Perfect. Endi bo'ldi. Belki ben for'larchi mana ne o'chiraymi ya? No, for turish kerak, shu for loopning ichida bo'lish kerak. To'xtang, bu sizning kodingiz yana qizillik yo'qolib qoldi. Siz to'xtang, midratmay turib, hozir Ctrl Alt L ni ham bir qadam bosing.
bastınız. Ha. To'xtang. No qiling mana. Ha, tamam qizillik bo'lsa to'g'ri. Pastga tushing hamda. Sizning qizilligingizni ayadiki, ustiga. Aşağının kayniga 110 ustiga midratmang bo'ldi. Okay. Aşağının keyin enter bosib bir tal tırnaq eting. No, a tırnaqni itamsiz, uchiramsiz yoki. 15 ile 14 uchiring. Bo'ldi. Tamam bo'ldi. Control Alt ni yana bir qatim bosib o'ting. Bayatdan qaranglar, sizlarning bu pastdagi bir patman quringlar, 200-nechinchi qurlardagi, 190-nechinchi qurlardagi kodinglarning hammasi for loopning chekirib ketib qolibdi ekan. Xato yana unda bo'lsa. Shu. Tamam, hozir siz ham kodingizni o'ngshaldingmi? Okay. Ben push qilaman. Ha. Hayatın o'ngishga yerdagi for loopga bir qarab o'tgan bo'lsanglar, shu necessary emasmi? Men shuni qilib qoldim. Nima deysizlar? Shu hozir country'ni app buldik random qilib ostidagi for loop. Buningda hozir men 189-qurma. Balana kerak yo'q ekan deyman bu. To'xtab turing. Buningda sizlar men bayatdan dedim, sizlarning kod yozganlarga hurmat qilib, shuni sizlarning kodinglarni uchratmayman dedim. Shuningga masaj turib men kod yozdim, kodni o'zgartdim. Mayada sizlar nima qilibsizlar desanglar, web element tab optionlari orqali for each loop quribsizlar. Optionlar orqali. Select get option deb nima qilibsizlar? Shuningga sen cho'ltibsizlar kodinglarni, lekin biz ustida for loopni qilib, eng oxiri bizning erishganimiz nima bo'ldi? Country degan bir element erishdik. Country degan bir string erishdik, ya'ni. Evo 191-qurda ishlatdik uni countryni. Shuni erishdik faqat. Lekin biz uni select qilmadik taqa. Select qilmadik. Sizlar uni 192-qurda endi select qildinglar. Tamam, for each loop back chiqib ketdi. Kod asli ma'lumdi albatta. Asli ma'ni sal ustunroq ham tugatasak bo'ladi, faqat men sizlarning kodinglarni nima qilmaydi deb chiroq yozibsizlar kodinglarni, shunga faqat men kodni mush kodga asosan o'zlashtirdim faqat men. Bo'layverdim ha. Shu hard code qilmaymish silning nimani bek yaxshi ko'rdim, men mushta qilayli. Hamma narsani mushta fake. Ha, to'g'ri. Hard code qilmoqlar bolalar anikin. Lekin shuna yaxshi bo'ldi, lekin 185-qurda boshlab 194 ma, 43 bo'lgan 95gacha bo'lgan kodinglar nihoyat yaxshi bo'libdi. Faqat shu hamda bayatdan hamda hard code vakantik. Ahmadjonning taklifi bilan hard code'ni o'zgartirdik. Bo'ldi, okay. Demak, boshqa chataq yo'q-ku, shunami? Vaqtgan kod mangmay qilib qolsa, uni bir o'ngishsaq bo'ldi yana. Umumiy masala emas. Hozir hamda sizning qildigan ishingiz nima shunada? Siz bayatdan nimani master branchni qildingizmi, qilmadingiz? Qildik. Update qilib bo'ldingiz siz, ha? Uni merge qilib bo'ldingiz. Merge qilib bo'ldim. Men push qilma. To'xtang, siz ham bir qadam comment qilishingiz kerak hozir. Ha, to'g'ri. Qatnashib qatdingiz bu yerda. Gitni bessam. Comment. V2 qiling hamda. V1 ni 2 qiling. Okay, comment. Ha, to'g'ri. Shunga V1 deb yozgan to'xtayatim. Okay. Bo'ldi. Endi siz bayatdan merge qilib bo'lgan to'qayniqa? Okay. Shundan bir double check qilib projectni besang, sol tarafdagi. Okay. Object classlar bor ekan, bo'ldi. Okay, tamam. Undan sen endi push qiling. Git. Push. Push anyway. Hozir GitHub ochaymi? bir ishimning nimam kelib qoldi hozir. Terminalni besang. Bir ishni sal nima bo'lib qoldim, gumon qilib qoldim. Bu yerga git status qilib qo'yaman.
Heh, bo'ldi. Okay. Ham GitHub açsanız bo'ldi. Siz GitHub'ni operatsiz. Burun biz boshqa tug'andiqda u yerda shu yilqi torlar yaxshi ishlamaydi. Shu bilan men operaniki nemisda VPN bilan Hozirmi lekin to'ringiz Wi-Fi bek tuvan. Qapla ichilmayapti. Ha. Hozir Wi-Fi bek astasida. Stop ko'taray vaqtincha. Nima kiram? To'xtang siz Amsterdamga qatnab yuribsiz, ha? Temishki. Shuna. Ha, compare qiling. Ayak mening ismimni yozing bo'ldi. Men taralab qo'yayman, uchiq baribir. Olim janobida. İkincisi. Hoş. Kaptı. Mashqlayman. Bo'ldi. Hatto delete branch mi qo'ydim. Hamda. Ha. Endi siz nimangizga chiqing. Kodimgami? Endi siz masterga chiqing. Mani bir update qiling. Balki men kodlar hozirlik keyin mang'usak u yerdan bu yerdan xato chiqishi mumkin. Normal u. Uni vaqtiga o'ngishsak bo'ldi. Hozircha Menimcha mushkul kodni mangmasmiki, bek saqlab ketib continue qilib bo'lgan ekanlar. Ya uni o'ngshaymiz vaqtiga endi. Hozircha yo'q asos masalani hal qilyapmiz. Jiqtangliqi vazifalarni vazifalarni tugatib olsak, aniki aldirmay o'ltirib, aniki kodni mang'uzganda yana aniq u bir taqa problem chiqdi. O problemni aniki hal qilsak, uchoq hal qilsak bo'ldi. Hozircha nimani constraint qilgan rasmiy diqqatimizni amal bor, page object patternlarni va butun nimalarni, masslarni, object classlarni tugatadiganga shuningga markazlashtirsak, hamda muhim shu. Okay. Masterni siz update qilib bo'ldingiz. Endi burungi branchingizni o'chirdim. Andigan qarang, siz marketing branch qurgan vaqtida yon to'siq ishlatmasangiz o'g'dak. Besangiz ne? Chunki yon to'siqni nimda butun ekan delete qildim. Folder debchi. Taqpaqay, yana bir bespeqay masterni. Baqay. Okay. Endi new branch. Mana chislani yozib qo'ying bugunga. Bugun 29. Ne, yan to'siqsizmi? To'xtang. O'chirdim. Boshliq tashlab menga. Boshliq tashlang. Boshliq chekni o'chirdim. Boshliq tashlang. O'zingiz sizga. Boshliq tashlab menga qo'ysangiz. Ya'ni ismingizni yozib qo'ying. Bir tal boshliq tashlab o'tib. Hammamiz o'xshash qilyapmiz. Okay, great.
Bo'ldi. Chastay. Demak, mana bugungi nim bo'ldi. Elanur, sizningki boshqa xatalığımız var, çıtan 2 minut qo'ytamdiq. Hay, yo'q, meniki shu Adilanik bilan Ha, o'xshash. unda samiz, tamam, unda sam. Men shu Adilanikini nim qilolay tushirvasam Ha, bunda. unda sam. Unda sen söyleme. Chapa chekdinglar, rahmat. Ha, rekorddan to'xtatayam hozir. Bo'ldi, Allohga emanet, bolalar. Bo'ldi. Rekord sal uzrak Bo'ldi, qoldi. rahmat. Bo'ldi. Rahmat, bolalar sizlarga.